Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Demak, bugun ikkinchi mock variantimizni tahlilini ko'ramiz. Xo'p, ikkinchi mock variantdan birinchi savoldan boshlaymiz. Birinchi savol: x0-7 metr boshlang'ich koordinatadan x ok bo'yicha 6 metr taqsim sekund tezlik bilan tekis harakat boshlagan jism qancha vaqtdan keyin x teng 5 koordinataga yetib boradi deb turibdi birinchi masalamizda. Demak, birinchi masala. x0'imiz bizada -7 deng. -7 tezlik v'miz 6 metr taqsim sekund va oxirgi koordinatamiz 5 deng. Biza tiniq qiymatini hisoblashimiz kerak. Xo'p, to'g'ri chiziqli tekis harakatda harakat tenglamasi x teng x0 plusdan vt ko'rinishda bo'ladi. Demak, o'rniga qo'yamiz x'imiz 5, x0 -7 plusdan 6t. 12 teng 6t bo'ladigan bo'lsa, timiz 2 sekund chiqadi. Tana qiymati 2 sekund chiqadi. Doğru cevabimiz D cevap. Xo'p, ikkinchi masala. Rasmda jism tezligini vaqtga bog'lanish grafiki keltirilgan. Jismning 3-8 sekund vaqt oralig'ida bosib o'tgan yo'lini toping deb turibdi. Grafik berilgan. Grafikni taxminan chizib olaman. Mana shu holatda grafik berilgan. Demak, bize 3-8 sekund vaqt oralig'idagi yo'lini topishimiz kerak. Xo'p, buning uchun 3-8 sekund vaqt oralig'ida demak jism hosil qilgan yuzani topishimiz kerak. Chizmani o'zidan aniq ko'rinib oladi bu. Endi men chizmani to'liq o'zidan aytib chizmadim. Aynan bize yuza topishimiz kerak bo'lgan sohalarni chizib olaman. Demak, 3 sekunddan demak mana shu yerni 3 ta bo'ladigan bo'lsa, mana bularga bunga to'g'ri keladi. Mana shunday. Mana shu yuzani hisoblashimiz kerak. Keyin mana bu yuzani hisoblashimiz kerak. Chizmani o'zidan ko'rib chizib olsangiz bo'ladi. Endi birinchi yuzani topadigan bo'lsam, bu to'g'ri burchak 3 burchak bo'lib turibdi. To'g'ri burchak 3 burchakda katetlar ko'paytmasini yarısına teng. 3 burchak yuzasi. Endi birinchi 3 burchakni birinchi kateti demak 3 dan qaraydigan bo'lsak 1 2 3 4 5 6 1 2 3 shunda bir kateti 3 deng. S1 yuzani yozaman 3 ko'payganda. Yana bitta kateti 1,5 deng. 1,5. Xo'p, bo'lingan 2. Shunda 1/5 ni 3 ni 2 ga bo'lsak 1/5. Bu ham 2,25 bo'ladi. Keyingi ikkinchi uchburchakning yuzasini S2 ni hisoblaydigan bo'lsak, demak uni yuzasi bizlara 8 sekundgacha kerak. Shunda 6 dan boshlab 7 8 bo'lsa bir katet 2 ga teng. Bir kateti 1 deng. Bo'lingan 2. Shunda bu 1 deng. Bunda S umumiy yo'lni topadigan bo'lsak, S1'e qo'shamiz S2 ni. 2,25 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 3,25 metr chiqadi. Doğru cevabımız D cevap. Hop, keyingi 3-chi masalamiz. Ishqalansiz sirtda harakatlanayotgan sistemada ko'rsatilgan ikkita ipni taranglik kuchlar nisbatini toping deb turibdi. Demak, bunda ham chizmani chizib olamiz. Mana shunday chizmani chizib oladigan bo'lsak, 1 2 mana shunday 3 ta yuk berilgan. Bu yerga yana bir yuk asilgan. Birinchi yukning massasi m, bu 2m, bu 3m, bu 4m. Endi taranglik kuchlar. Mana shu nuqtaning taranglik kuchi T2 ga teng. Mana bu nuqtaning taranglik kuchi T1 ga teng.
Tezlanish tenglamasini tuzib olaman. Bu sistema pasa A tezlanish bilan harakat qiladi. Aynan shu yo'nalishda mana bu 4m massali yukni og'irlik kuchi, ya'ni 4mj shu umumiy sistemaga A tezlanish beradi. Va biz shu tezlanishni topib oladigan bo'lsak, A teng 4mj bo'lingan. Demak, umumiy massa 3m, 6m, 10m bo'ladi. 10m. M bilan m ning qiymatini, j bilan 10 ning qiymatini qisqartirib beradigan bo'lsak, tezlanishimiz 4 dan chiqadi. Endi biz T2 tarangli kuchini topadigan bo'lsak, 4ma teng 4mj minusdan T2 bo'ladi. Chunki 4mj kuch pastga ta'sir qiladi. Shu yo'nalishda A tezlanish yuqoriga T2 tarangli kuchi yo'naladi. Demak, bu yerdan T2 ni topadigan bo'lsak, 4mj dan olamiz 4ma ni. Demak, 4 jni 10 ni qo'ysak 40m bo'ladi. Minusdan A ni 10 dan 4 ni qo'yadigan bo'lsak 16m bo'ladi. Bu ham shunda 24 emadan T2 tarangli kuchi. Endi bu T2 tarangli kuchi mana bu chem massalikka ham ta'sir qiladi, blokka qarab yo'nalgan va shu yo'nalishda A tezlanish oladi. Endi bu chem massali yuk uchun tezlanish tenglamasini tuzadigan bo'lsam, 3ma teng T2 minusdan T1 bo'ladi. Ana bizga topishimiz kerak T1 ni. Demak, T1 ni topadigan bo'lsak, T2 dan olamiz 3ma ni. T2 ning qiymati bu yerda 24 emadan alsak, A ni 10 dan 4 ni qo'ysak 12m bo'ladi. Bu ham shunda 12 emadan. Endi masalaning shartiga ko'ra biz T2 ni T1 ga nisbatan, T1 ni T2 ga nisbatan topishimiz kerak. T1 ni T2 ga nisbatan oladigan bo'lsak, shunda 12m ni 24m ga bo'lamiz. Bu ham 1/2 chiqadi. To'g'ri javobimiz 3-masalada bu javob. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masalamiz 4-masala. Son pufagi radiusini 5 cm dan 20 cm ga oshirish uchun qanday ish bajarish kerak? Son pufagi eritmasi sirt taranglik koeffitsiyenti 50 mN taqsim metrda turibdi. Demak, son pufagi yuzasini oshirish uchun bajarilgan ishim A teng 2 sigma ko'paygan delta S teng. Bu yerda 2 ko'paygan sigma delta S ni S2 kvadrat minusdan S1 kvadrat ko'rinishida yozaman. Teng 2 sigma S2 kvadratni 4pi R2 ni kvadrati minusdan 4pi R1 ni kvadrati deb yozadigan bo'lsak, 4pi ni qovusdan tashqariga chiqaradigan bo'lsam, 8pi sigma R2 kvadrat minusdan R1 kvadrat ko'rinishida ifoda qiladi. Demak, o'rniga qo'yamiz 8 ko'paygan pi ni qiymati 3,14, sigma ni qiymati demak 50 mN taqsim metr. Shunda 50 ko'paygan 10 üstü minus 3. R2 deganimiz bu yerda 20 cm 0,2 ni kvadrati minusdan. R1 deganimiz 5 cm 0,105 ni kvadrati. Demak, buni hisob-kitob qilib soddalashtiradigan bo'lsak, bu yerda 45 millijoul chiqadi. To'g'ri javobimiz A javob. Xo'p, keyingi 5-masalaga o'tamiz. 5-masala 20 ta parallel ulangan kondensatorlar batareyasini zaryadlashda 10 joule issiqlik miqdori ajraldi. Har bir kondensator sig'imi 4 mikrofarad bo'lsa,
kondensatorlardagi kuchlanishni toping deb turibdi. Endi 20 ta kondensator parallel ulangan umumiy sig'imni topadigan bo'lsak, ketma-ket ulanganda to'g'ri qo'shiladi. Demak, S umumiyimiz n ko'paygan S1 dan. Bu yerda n'imiz 20 dan, S1imiz 4 mikrofarad. Shunda umumiy sig'imimiz 80 mikrofarad bo'ladi. Ana endi energiyani yozadigan bo'lsak, W teng S U kvadrat taqsim 2. Bu yerdan U ni qiymatini topadigan bo'lsak, 2W taqsim S bo'ladi ildiz ostida. Xo'p, 2 ko'paygan 10 taqsim sig'imni qiymati 80 ko'paygan 10 üstü minus 6. Xo'p, buni hisoblasak, 2 10 20, bu bilan buni qisqartirsak pastda 4 qoladi. Xo'p, 10 üstü plus 6 taqsim 4. Demak, bundan 10 üstü 3, 4 dan 2 chiqadigan bo'lsa 500 volt bo'ladi. Xo'p, shundan keyingi 5-masalamizda to'g'ri javobimiz A javob. Xo'p, keyingi masalamiz 6-masala. 100 volt kuchlanishli tarmoqqa 34 ohm qarshilik va unga ketma-ket ravishda o'zaro parallel 20 va 80 ohm qarshiliklar ulab qo'yilgan. 80 ohm qarshilikdagi kuchlanishni aniqlang. Demak, chizmani chizib olamiz. Bitta qarshilik va ikkita qarshilik parallel ulangan. Mana shunday tartibda ulangan. Xo'p, bu 34 adang, buni qarshiligi buni qarshiligi 20 ohm. Buni qarshiligi 80 ohm. Umumiy kuchlanish 100 volt adang. Xo'p, biza topishimiz kerak bo'lgan narsa mana shu 80 ohm qarshilikka tushib turgan U2 kuchlanishini topishimiz kerak. Xo'p, endi bu yerda mana bu 20 bilan 80 o'zaro parallel ulangan. Bu ikkalasini umumiy qarshilikni topaman. Demak, umumiy qarshilik topadigan bo'lsak, 20 ko'paygan 80 taqsim 20 plusdan 80 bo'ladi. Demak, buni ham yozishimiz mumkin. 1600 ni 100 ga bo'lamiz. Shunda umumiy qarshilik 16 bo'ladi. Ya'ni mana shu sistemaniki 16 ga teng, 16 bilan 34 o'zaro ketma-ket ulangan. Demak, umumiyni topadigan bo'lsa, 16 ga qo'shamiz 34 ni. Bu ham bo'ladi 50 ohm. Umumiy qarshilik ma'lum. Endi tok kuchini hisoblasak, I teng U taqsim R. U ni qiymati 100 volt edi. Buni 50 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 2 amper tok bo'ladi. Endi bizada bu sistema o'zaro ketma-ket ulangan. Bularda tokladang, ya'ni 2 amperdan tok olib turibdi. Endi mana bu ikkita qarshilik o'zaro parallel bo'lgani uchun bularda kuchlanishlar mana shu tarmoqdagi umumiy kuchlanish har bir, ya'ni 20 ohm va 80 ohm qarshiliklar o'tkazgichga tushib turgan kuchlanishlar bilan teng bo'ladi. Ya'ni buni yozishimiz mumkin. U1 teng U2 teng U deb yozishimiz mumkin. Buni ham I ko'paygan R umumiy deb. Bu yerda I ni qiymati 2 amper adang. 2 ko'paygan umumiy qarshilikni mana bunda hisoblab qo'yibmiz 16. Shunda 32 volt bo'ladi. Ya'ni 80 ohm qarshilikka tushib turgan kuchlanishimiz 32 voltga teng bo'ladi. To'g'ri javobimiz A javob 6-masalada. Keyingi masalamiz 7-masala. 7-masala. Predmet va uni 5 marta kattalashgan mavhum tasvir orasidagi masofa 80 cm. Demak, K ni qiymati 5 adang, ya'ni 5 marta kattalashgan. Predmet va mavhum tasvir orasidagi masofa. Endi buni chizib olishimiz kerak. Buni chizib oladigan bo'lsa, yig'uvchi linzada kattalashgan mavhum tasvir hosil qilinib turibdi. Mana bu fokus masofa, mana bu 2f. Buni yozishimiz mumkin.
Yig'uvchi linzada mavhum kattalashgan mavhum tasvir hosil qilish uchun buyum mana shu joyda. Tasvir taxminan aytaylik mana shu oralikda yoki ifdan ariqda bo'lishi mumkin. Mana shu holatda tasvir hosil bo'ladi. Endi bu yerda mana bu oraligimiz dig'anang. Bu oraligimiz esa ifadang. Masalani shartida aytib turibdi. Tasvir va buyum orasidagi masofa 80 cm. Bu buyum, bu tasvir. Shunda fdan dinag'anim 80 ekan. Fdan dinag'anim 80 ekan. Kattalashtirish formulasidan 5 teng f taqsim d ifodadan foydalansam mana shu ikki tenglamani ishlayman. F'imiz demak 5 dig'alang. 5 dig'alang. Shunda mana bu f nomini 5 tani qo'ysak 5d minusdan d teng 80. Bunda bu ham bo'ladi. 4d teng 80, d teng 20 cm bo'ladi. Bizda masalani shartida predmetdan linzagacha bo'lgan masofani so'rab turibdi. Ya'ni mana shu d ni so'rab turibdi. To'g'ri javobimiz demak 20 cm. S javob. Xo'p, keyingi masaladan davom qildiramiz. 8-masala. Yorug'likni S200 yuzga bosimi 0,2 paskaladang. Bosimi qiymati 0,2 paskaladang. Qaytarish koeffitsiyenti 0,6. Rho ni qiymati 0,6 qadang. Ko'zgu sirtiga tushayotgan yorug'lik intensivligini toping. Yorug'lik oqimi sirtga normal tushadi. Demak, biz intensivlikni topishimiz kerak. Xo'p, yorug'lik bosimini hisoblash formulasi P teng I taqsim S 1 plyusdan rho ifodadan topiladi. Bu yerdan biz I ni qiymatini topadigan bo'lsak, P ko'paygan S taqsim 1 plyusdan rho bo'ladi. P ni qiymati 0,2, S ni qiymati 3/8. Demak, 1 0,6 ni qo'shsak 1,6. Shunda bu ham bo'ladi. 0,6 ko'paygan 10⁸ taqsim 1,6. Mana bundan 2 xona olib beradigan bo'lsam, demak 60 bo'ladi. 60 10⁶ ni bo'lamiz 1,6 ga. Bu ham bo'ladi 37,5 10⁶ joule taqsim metr kvadrat ko'paygan sekund. Yoki bo'lmasa 37,5 megajoule desak ham bo'ladi. 8-masalamizda. Xo'p, 8-masalada to'g'ri javobimiz B javob. Keyingi masalaga o'tamiz. 9-masalamiz. Kemani harakat tezligini aniqlang. Kema 3 soat ichida 108 km masofani bosib o'tdi deb turibdi. Demak, bu yerda tezlikni topadigan bo'lsak, v teng S taqsim T ifodadan foydalanamiz. S ni qiymati 108 edang, T ni qiymati 3 edang. 108 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 36 km taqsim soat bo'ladi. Buni metr taqsim sekund o'tsak, 10 metr taqsim sekund bo'ladi. 9-masalada to'g'ri javobimiz B javob. Keyingi 10-masala. 2 metr kub hajmdagi gazni 300 kelvin haroratdagi bosimi 200 kilopaskaldan. Agar bosim 250 kilopaskal bo'lib, hajm 2,6 metr kubga yetgan bo'lsa, gazni harorati qancha o'zgardi deb turibdi. Xo'p, P1 V1 taqsim T1 teng P2 V2 taqsim T2 ifoda bor. Mendeleev-Klaperon tenglamasida. Shu yerdan P1 ni qiymati 200 kilopaskaldan 200 ko'paygan V1 ni qiymati 2 metr kub, 2 ni o'zini qo'yamiz.
T1'nin kıymeti 300 Kelvin. 300 Kelvin teng. P2'nin kıymeti 250 kilopascal. Demek 250'ni koyamız. V2'nin kıymeti ise 2,6. T2'ni tapamız. Bana bu 2 nol bilen bu 2 nol kıskaradi. Demek T2'ni hisoblasak, T2'ni hisoblasak 250 köpaygan 2,6 köpaygan 3 taqsim 4 ifoda qoladi. Ana endi buni hisob-kitob qilamiz. 250 ni 3 ga ko'paytirsak 750, 750 ni ham 2,6 ga ko'paytirsak 1950, 1950 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsa taxminan 487 chiqar ekan. 487 Kelvin chiqadi. Bu bizda T2 temperatura. Masalaning shartida temperatura qancha o'zgardi deb turibdi. Demak, bize delta t'ni topishimiz kerak. Delta t'ni topadigan bo'lsa, T2'dan T1'ni olamiz. T2'ning qiymati 487, T1'ning qiymati 300 Kelvin edi. 300 Kelvin. Shunda delta t'imiz 187 Kelvin bo'ladi. 10-masalada doğru cevabımız B cevap. 11-masala. Ideal gaz izoxorik ravishda sovutilganda ichki energiyasi 1,5 marta kamaygan, uning hajmi qanday o'zgaradi deb turibdi. O'zi masalaning shartida izoxorik jarayon deb turibdi, ya'ni V'miz konstanta. Hajm o'zgarmaydigan jarayonda energiyaning qiymati 1,5 marta kamaygan. Yana oxirida uning hajmi qanday o'zgaradi deb savol berib qo'ydi. İzoxorik jarayonda hajm o'zgarmas saqlanadi. 11-savolda doğru javobimiz S javob. Keyingi masalamiz 12-masala. Aktiv qarshilik 5 ohm bo'lgan o'tkazgichdan effektiv qiymati 2 amper bo'lgan o'zgaruvchan tok o'tmoqda. Bunga asosan 1 soatda o'tkazgich qismdan necha kilojoul issiqlik ajraladi? Qarshilikning qiymati 5 edang. 5 ohm. Tokning qiymati 2 amper. 2 amper. Vaqtimiz 1 soat. 1 soat deganimiz 3600 sekund. Bize ajralgan issiqlik miqdorini topishimiz kerak. Qni hisoblashimiz kerak. Qni hisoblasak, Joule-Lenz qonuniga göre I kvadrat R T ifodadan topamiz. I'ning kvadrati demek bu yerda 4, 5, 3600. Bu ham bo'ladi 72 ko'paygan 10 üstü 3 joule yoki 72 kilojoule bo'ladi. 72 kilojoule. 12-masalada doğru cevabımız D cevap. 13-masala. Dial tebranish konturdagi elektromagnit tebranishlar chastotasini 2 marta kamaytirish uchun konturdagi kondensatorning elektr sig'imi qanday o'zgartirish kerak? Demak, tebranish konturida elektromagnit tebranish chastotasini hisoblaymiz. Newton 1 taqsim 2 pi ildiz ostida L S ifodadan foydalanamiz. Bundan görüşümüz mümkün. Chastotani qiymati ildiz osti sig'i teskari proporsional bo'lib turibdi. Ya'ni kondensator sig'imidan kvadrat ildiz olganimi teskari proporsional bo'lib turibdi. Bundan xulosa qilamiz endi. Chastotani 2 marta kamaytirish uchun, mana bu chastotani 2 marta kamaytirish uchun sig'imni 2 marta, 4 marta oshirishimiz kerak. Shunda 1 taqsim 4 s bo'ladigan bo'lsa, mana bundan demak 1 taqsim 2 s desak bo'ladi. Natijada chastotani qiymati 2 marta kamayadi. Xo'p, doğru cevabımız shunda B javob 13-masalada.
Keyingi masalamiz 14-masala. Linza yordamida predmetni 3 marta kichraytirilgan mavhum tasviri hosil qilindi. Predmet linzadan 50 cm masofada joylashgan. Ushbu linzani optik kuchini toping deb turibdi. Demak, 3 marta kichraytirilgan mavhum tasvir deb turibdi. Kattalashtirishimiz 1/3 edang. F taqsim D. Predmet linzadan 50 cm masofada turibdi. D ning qiymati 50 cm edang. Bu yerdan D ning o'rniga 50 ni qo'yib F ni topadigan bo'lsak, F'imiz demak 50 taqsim 3 cm bo'ladi. Endi biz fokus masofani hisoblaymiz. 1/F kichraytirilgan mavhum tasvir bo'lsa, demak bu sochuvchi linza. 1/F minus 1/D. 3/50 minusdan 1/50 desak, demak 1/F'imiz bo'ladi 2/50 yoki 1/25. Bu yerdan fokus masofani o'zini topadigan bo'lsak, 25 cm bo'ladi. Endi bunga minus ishora qo'yamiz, chunki sochuvchi linzaning fokus masofasi manfiy qiymat qabul qiladi. Endi optik kuchini topadigan bo'lsak, D teng 1/F. 1 ni bo'lsak 0,25 bu minusdan 4 dioptriya bo'ladi. Doğru javobimiz B javob. Keyingi masalamiz 15-masala. Vakuum diodining katodi har soniyada qancha elektron chiqaradi agar to'yingan tok kuchi 16 mA bo'lsa? Demak, Q ni topadigan bo'lsak, en ko'paygan Q debman. I ni topamiz. I ni hisoblash formulasi Q taqsim T. Mana bu Q ning o'rnina Y ko'paygan N ni qo'ysak, bo'lingan T bo'ladi. Bu yerdan N ning qiymatini topib oladigan bo'lsak, I ko'paygan T taqsim Y ko'rinishidagi ifoda qoladi. Xo'p, I ning qiymati 16 mA, 16 ko'paygan 10 üstü minus 3, T'miz 1, elektron zaryadi 1,6, 10 üstü minus 19. Mana bu 10 üstü minus 3'ten bir xonavona sursam 1,6 bo'ladi. Ya'ni 10 ko'paygan 10 üstü 17 ta elektron o'tadi. Doğru javobimiz B javob. Keyingi masalamiz 16-masala. Curie harorati nima? Curie harorati demak bu ferromagnitlar, paramagnitlar aylanadigan temperatura, bu Curie harorati deb aytiladi. 16-masalada A javob. 17-masaladan davom qildiramiz. Jismlarning tezlanishlari berilgan, ularni taqqoslashimiz kerak. Xo'p, 17-masala. A1 tezlanishimiz 5 metr taqsim sekund kvadratidan, A2 tezlanishimiz esa 20 metr taqsim minut kvadratidan. 20 metr taqsim minut kvadratidan. Biz bularni taqqoslashimiz kerak. Ya'ni mana bu metr taqsim minut kvadratni men metr taqsim sekund kvadrati o'tishim kerak. Xo'p, buni nishab o'tamiz. O'zi metr qismi o'z shu holatda turibdi. Mana bu minutni sekund o'tamiz. Minutni sekund o'tish uchun uni 60 ga ko'paytiramiz. Demak, 20 taqsim kvadrati bo'lgani uchun 60 ko'paygan 60 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Bu yerdan bu bilan buni qisqartirsak 3 qoladi. Shunda A2miz 1 taqsim 180 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Bundan xulosa qilishimiz mumkin. Doğrudan doğru A1imiz A2 dan
katta bo'lib turibdi. Doğru cevabımız A cevabı. Keyingi 18-ci məsələ. Radiusu 5 sm bo'lgan metal sfera sim yordamida yerga ulangan. Metal sfera markazidan qanday masofada -24 kulon nuqtaviy zaryad joylashtirilsa, sfera sirtida 8 kulon zaryad to'planadi. Sfera berilgan. Bu sfera sim yordamida yerga ulangan. Sferanın radiusu demek R. Bu yerda 5 santimetrdan. Metal sfera markazidan qanday masofaga? Sfera markazidan qanday masofaga? Demak, sfera markazidan qandaydir masofaga, mana shu nuqtaga Q zaryadni qo'ysak, sfera sirtida 8 kulon zaryad to'planadi deb turibdi. Xo'p, sferani sirtida 8 kulon zaryad to'planishi kerak. Mana bu x masofani hisoblashimiz kerak. Mana bu Q zaryadning qiymati 24 kulonga teng. Endi bu holatda mana bu sferani hosil qilib turgan potensiali bilan sferani hosil qilib turgan potensiali bilan mana bu zaryadni mana shu x masofada hosil qilib turgan potensiali teng bo'lishi kerak. Shu holatda K Q taqsim R teng K Q zaryad deman bo'lingan x. Klar qisqaradi. Mana bu Q ning o'rnida 8 bor. 8 bo'lingan 5 teng 24 bo'lingan x. Bu bilan bu qisqarsa bu yerda 3 qoladi. X'imiz 15 cm bo'ladi. Sfera markazidan demak 15 cm masofada 8 kulon zaryad to'plab biladi. Doğru cevabımız bu cevap. Keyingi 19-ci məsələ. İdishda 1,5 megapaskal bosim ostida 27 gradus haroratli gaz bor. Agar gazning temperaturasi yana 60 gradusga oshirilsa va bunda idishdan gazning 40% chiqib ketdi. Idishda qolgan gazni bosimini toping deb turibdi. Xo'p, endi dastlabki Mendeleyev-Clapeyron tenglamasini yozaman. P1 V1 M taqsim molar massa RT ko'rinishida yozaman. Endi bizda dastlabki bosim 1,5 megapaskal. P1imiz 1,5 megapaskal. Xo'p, temperaturamiz 27 gradus. T1imiz 27 gradus. Buni kelvin o'tsak 300 kelvin bo'ladi. Temperatura yana 60 gradusga oshirildi. 60 gradusga oshirildi degani keyingi temperaturamiz T2miz 360 kelvin bo'ladi. Ya'ni dastlabki 300 kelvin temperatura 60 ga oshirildi. Bunda gazni 40% chiqib ketdi. Endi idish bo'lgani uchun bu yerda hajm o'zgarmas saqlanadi. Vimiz konstanta bo'ladi. Faqat massaning qiymati o'zgaradi. M2miz idishdan umumiy gazni 40% chiqib ketsa 0,6 M1 qismi qoladi. Biz endi P2 bosimni hisoblashimiz kerak. Xo'p, P1 V1 teng M1 taqsim molar massa R T1. P2 V2 M2 taqsim molar massa R T2. Tenglamalarni bo'lib bersak, hajmlar qisqaradi. Molar massalar qisqaradi, R'lar qisqaradi. Natijada bizda P1 bo'lingan P2 teng M1 T1 taqsim M2 T2 ifoda qiladi. Bu yerda M2 ning o'rniga 0,6 M1 ni qo'ysak, M1 T1 bo'lingan 0,6 M1 T2 bo'ladi.
M1'ler ham qisqaradi. Ana endi bu yerdan P2 ni qiymatini topadigan bo'lsak, 0,6 T2 ko'paygan P1 taqsim T1 ko'rinishida ifoda hosil bo'ladi. Ana bo'lgan narsalarni o'rniga qo'yamiz. 0,6 T2 deganimiz bu yerda 360 deng. T1 deganimiz, P1 deganimiz 1,5 megapaskal. 1,5 megapaskal bo'ladigan bo'lsa, 1,5 ko'paygan 10 üstü 6 bo'ladi. Pastda 300. Shunda mana bu 0 bilan mana buni ko'paytirib beradigan bo'lsak, bu 6 bo'ladi. Mana buni 2 0 bilan buni qisqartiradigan bo'lsak, bu yerda 10 ni 4-inchisi qoladi. Teng. Yana zaman 6 ko'paygan 36 ko'paygan. Mana bu 1,5 dan bunga 1 o'rniga olib beradigan bo'lsak, 15 ko'paygan 10 üstü 3 taqsim 3 bo'ladi. Bu bilan buni qisqartirsam bu yerda 5 qoladi. 5 6 30 36 ni 30 ga ko'paytiramiz 10 üstü 3 108 1080 ko'paygan 10 üstü 3 paskal bo'ladi. Yoki megapaskalda yozadigan bo'lsak, 1 2 3 xona sursak 1,08 megapaskal bo'ladi. 1,08 megapaskal. Doğru cevabımız B cevap. 19. meselede. Keyingi meselemiz 20. mesele. Yüzesi 54 cm kvadrat bo'lgan 30 ta o'tkazgichni kanallıkı 48 mikrometr bo'lgan kumush bilan qoplash kerak. Agar o'tkazgichdan 965 amper tok oqib o'tsa, o'tkazgichlarni kumush bilan qoplash uchun necha soat vaqt kerak? Kumushning valentligi 1 teng, molar massasi 108, Faraday doimiysi 96500 teng. Xo'p, yuza berilgan S 54 santimetr kvadrat. Ent o'tkazgich, ya'ni 30 ta o'tkazgich. Xo'p, qalinlik 48 mikrometr. D ni qiymati 48 mikrometr. 9,65 amper tok o'tadi. I ni qiymati 9,65 amper. Valentlik 1 teng. Z ni qiymati 1 teng. Molar massa 108 gram taqsim santimetr kub. Shunda mu ni qiymati 108 gram taqsim santimetr kub. Bize tini hisoblashimiz kerak. Endi Faradayning birinchi qonununa göre m'imiz K I T'ga teng. Bu yerda K ni 1 taqsim F M taqsim Z ko'rinishida yozsak bo'ladi. Endi M ni o'zini yozaman, ya'ni rho V deb yozaman. Endi bu qarang. Bitta o'tkazgichni ustini qoplash uchun mana shu rho V massali, demak, modda kerak. Bizda n ta o'tkazgich bo'lgani uchun buni n ga ko'paytirib ham yozib qo'yamiz. N ko'paygan rho V bo'ladi. Ana bu hajmni n ko'paygan rho ko'paygan s ko'paygan deb yozib beramiz. Va m ni o'rnina rho s d n ni k ni o'rnina 1 taqsim f molar massa taqsim z ni qo'yib ifodani soddalashtiramiz. N rho s d teng molar massa taqsim f z i t. Bu yerdan tini qiymatini topadigan bo'lsak, n rho s d f z bo'ladi. Pastda molar massa ko'paygan i ko'rinishidagi ifoda qoladi. Endi uni o'rniga qo'yib chiqaman.
N'ni qiymati 30. Xo'p, R'ni qiymati. Shu yerda kumush uchun zichlikni qo'yib ketamiz. Rho kumush. Jadvaldan qarab qo'yamiz buni. Keyin S deganimiz 54 santimetr kvadratimiz 54 ko'paygan 10 üstü minus 4. D qalinligimiz 48 mikrometr. 48 mikrometr deganimiz 48 10 üstü minus 6 bo'ladi. Ko'paygan. D'ni yazdık. F'ni qiymati 96500. Valentlik 1. Molar massa 108 ko'paygan 10 üstü minus 3. İ'ni qiymati 9,65. Demek endi qisqaralonni qisqartirsak 108 bilan 54 qisqaradi, bu yerda 2 qoladi. Xo'p, bu bilan mana bu qisqarsa, mana bu 10 üstü minus 2 yuqoriga chiqsa, bu yerda 10 üstü 4 bo'ladi. Mana bu 10 üstü 4 bilan bu ham qisqaradi. Bizda pastda 2 qolib turibdi. 48 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 24, 24 ni 30 ga ko'paytiradigan bo'lsak 720 Rho kumush ko'paygan. Mana bu 10 üstü minus 3 yuqoriga plus olib chiqsa 10 üstü minus 3 bo'ladi. Xo'p, endi shu Rho kumushni, ya'ni kumushning zichligini jadvaldan qarab olamiz. Kumushning zichligi 10500 bo'ladigan bo'lsa 720 ko'paygan 10500 ko'paygan 10 üstü minus 3. Demek mana bu 1, 2, 3 buni ham qisqartirib beradigan bo'lsak 72 ni 105 ga ko'paytiramiz. 72 ni 105 ga ko'paytiradigan bo'lsak 7560 sekund chiqadi. Buni ham soatida bo'lsak 3600 ga bo'lamiz. Bu ham taxminan 2,1 soat chiqadi ekan. 2,1 soat. 20-masalada doğru javobimiz demak C javob. Keyingi masalaga o'tamiz. 21-masala. Yer sirtida birinchi kosmik tezlik 8 km taqsim sekundga teng. Yer sirtidan qanday balandlikda birinchi kosmik tezlik 5 ildizasida 2 km taqsim sekund bo'ladi deb turibdi. 21. Birinchi kosmik tezlik ildizasida m taqsim r teng. Bu qandaydir h balandlikka chiqsa v1 deb yozaman. m taqsim r plusdan h ko'rinishida bo'ladi. Mana bu ikkisini nisbatan olib beraman. Birinchi kosmik tezlikim 8 teng. 8 bo'lingan 5 ildizasida 2 teng. Ildizasida r plus h taqsim r bo'ladi. Ikki yan tarafini ham kvadratga ko'tarsam 64 taqsim 50 teng r plusdan h taqsim r bo'ladi. Proporsiya qilib bersak 64 r teng 50 r plusdan 50 h. Bu yerda 14 r teng 50 h bo'ladi. Bu yerdan h ni qiymatini topsak 14 r taqsim 50 bo'ladi. R ni qiymati 6400, 14 ni 6400 ga ko'paytirsam va 50 ga bo'laman. Bu bilan bu qisqaradi. Demak 640 ni 14 ga ko'paytirib 5 ga bo'lamiz. 640 ni 14 ga ko'paytirib 5 ga bo'lsak 1792 km chiqadi ekan. 1792 kilometr. Hop, 21-masalada doğru cevabımız A cevap. Hop, keyingi masalaya o'tadigan bo'lsak, 22-masala. 22-masala.
Fotonning to'lqin uzunligi 4 marta kamaysa, uni energiyasi qanday o'zgaradi? Fotonning energiyasini yozadigan bo'lsak, Y teng H taqsim lambda ifodadan topamiz. Bu yerda energiyaning qiymati to'lqin uzunligiga teskari proporsional bo'lib turibdi. Energiyaning qiymati to'lqin uzunligiga teskari proporsional. Bundan xulosa qilishimiz mumkin, agar to'lqin uzunlik oshadigan bo'lsa, energiya kamayadi. To'lqin uzunlik kamaysa, energiya oshadi. Bundan xulosa qiladigan bo'lsa, to'lqin uzunlik 4 marta kamaygan. Lambda 2miz lambda taqsim 4 bo'lgan. To'lqin uzunlik 4 marta kamaydi degani, energiyaning qiymati ham 4 marta kamayadi. 22-masalada doğru javobimiz demak oshadi 4 marta. Almashtirib berdim. To'lqin uzunlik 4 marta kamayib turibdi, teskari proporsional bo'lgani uchun oshadi. 22da doğru javobimiz S javob. Keyingi masalamiz 23-masala. Tinchlikdagi massasi m bo'lgan zarraning 0,8 tezlikdagi impulsini toping. Demak, tezligimiz 0,8 qarang. Impuls topadigan bo'lsak, m v. Endi bu yerda m nomini massa o'zgarishini qo'yamiz. Bu ham bo'ladi m taqsim o'zi m 0 bo'lishi kerak, lekin bu yerda tinchlikdagi massani m deb berib qo'ydi. Shuning uchun m ni qo'yaman. 1 minusdan v kvadrat taqsim s kvadrat ko'paygan v ni o'zi. Demak, m 0,8 ni kvadrati 0,64, 1 dan 0,64 nasak 0,36 bo'ladi. Bundan ham demak 0,6 chiqadi. 0,8. 4 m s taqsim 3 qoladi. Doğru javobimiz A javob. Keyingi masala 24-masala. Tebranish konturi induktivligi 200 mikrogenri, sig'imi 3 pikofarad kondensatordan iborat. Bu tebranish konturini to'lqin uzunligini toping. Demak, to'lqin uzunlikni topadigan bo'lsak, S teng to'lqin tarqalish tezligi lambda nu ifodadan foydalanib topamiz. Bu yerdan lambdaning qiymatini topadigan bo'lsak, S taqsim nu bo'ladi. Mana bu nu nomini S taqsim 1 taqsim 2 pi ilzastanda L ko'paygan S ni qo'yadigan bo'lsak, bu ham yuqoriga chiqadi. 2 pi ko'paygan S L ko'paygan S. Bu yerda mana bu ildiz ostida turgan kattasi bu sig'im, mana bu kichkinasi yorliqni vakuumda tarqalish tezligi. Bunda buni hisoblasak, 2 ko'paygan pi ni 3 ta oladigan bo'lsak, yoki pi ni o'zida qo'yamiz yaxshi. Pi ni o'zida qo'ysak, S ni qiymati 3 ko'paygan 10⁸. L ni qiymati bu yerda induktivlikni qiymati 200 mikrogenri. 200 ko'paygan 10 ni minus 6-si ko'paygan 3 ko'paygan 10⁻⁹. Mana 9 teng. Bu hisoblaymiz 6 pi 10⁸. Demak, mana bu 2 0 bilan mana bundan 2 0 qisqartirsak 10⁻⁴ bo'ladi. 10⁻�3. Buni ham 0,6 ko'paygan 10⁻12 deb yozadigan bo'lsak, mana bu 10⁻12 dan demak 10⁻6 chiqadi. 6 pi ko'paygan 10⁻2 ilzastimda 0,6 pi ko'rinishida chiqadi. Buni ham hisoblaymiz endi. Menimcha bu yerda qaysidir ifodani o'rnuna qo'yacak vaqtimda yo'q, mana bu 12 minus 9 aytman, mana bu 12 minusdan 12 minus 18 bo'lsa, mana bu qismi yo'q. Bu qismi yo'q. Qaytadan hisoblab beramiz shuni. Teng
6pi köpaygan 10 üstü 8. Mana bu 2 bilan 10 üstü minus 4 oladi. 10 üstü minus 6. Bundan ham 10 üstü minus 8 chiqsa, ildiz ostida 6 qoladi. Bu bilan bu qisqarsa 6pi köpaygan ildiz osti 6 bo'ladi. Endi menimcha shu yerda ya sig'imni qiymatida yoki induktivlikni qiymatida yanglishib ketganman, chunki javoblarimizda aniq sonlar chiqib turibdi 6. 2 bo'ladigan bo'lsa endi shunda to'g'ri javobimiz mana shunday bo'ladi. Shu yerda sig'im bilan induktivlikni qiymati xatolik ketgan. Bu meni xatom. Ya'ni qiymatni boshqacha qiymat yozib bergan bo'lishim mumkin. Lekin ishlanish yo'li shunaqa. 24-masalada. 1 ball qo'shib beraman 24-masalada hammaga. Chunki meni xatom bilan shunaqa bo'ldi. 25-masala. Erkin tushayotgan 1 kilogramm massali jismning impulsi dastlabki 2 sekundda qanchaga o'zgaradi? Xo'p. 2 sekundda tezlik o'zgarishini topishimiz kerak. Erkin tushib yotgan jismning tezlik o'zgarishi v teng j t ifoda bo'yicha o'zgarsa, v teng j t ifoda bo'yicha o'zgarsa 2 sekundda 10 ko'paygan 2 bo'ladigan bu ham 20 metr taqsim sekund bo'ladi. Endi biz impuls o'zgarishini topishimiz kerak. Impuls o'zgarishini topadigan bo'lsak, demak delta p teng m delta bu. Tezlik 0 dan 20 gacha o'zgardi. Shunda 1 ko'paygan 20 deydigan bo'lsam, impuls o'zgarishi ham 20 ni o'zine teng bo'ladi. To'g'ri javobimiz D javob. Mana shu yerda 24-masalada induktivlikni ham 300 deb olib ketadigan bo'lsak, elni ham elni ham 300 deb olib ketadigan bo'lsak, mana bu 18 pi chiqadi. Shunda olib hisoblab ketaylik. Elimiz 300 bo'ladigan bo'lsa 18 pi chiqadi. To'g'ri javobimiz A javob bo'ladi keyin. Mana shunda buni ham to'g'riladik. Keyingi 26-masala. Aerodinamika asoschisini aniqlang. Tsiolkovskiy, Chukovskiy, Rixman, Cavendish. Aerodinamika asoschisi bu Tsiolkovskiy hisoblanadi. 26-masalada to'g'ri javobimiz A javob. Xo'p, demak 27-misoldan davom qildiramiz. Masala. Lola so'zi koordinatalar sistemasiga kiritilgan. Uning turli nuqtalariga eng massali sharchalar mahkamlangan. Sharchalarni tutashtiruvchi sterjellarni vaznsiz deb hisoblab, sistema massa markazining y koordinatasini toping deb qo'ydi. Masalaning shartida. Demak, biza bilamiz, massa markazini hisoblash formulasi bor. Ya'ni massa markazini hisoblashning koordinatalar usuli bor. Bu yerda x teng m1 x1 plusdan m2 x2 plusdan m3 x3 va hokazo taqsim m1 plusdan m2 plusdan m3 plus va hokazo. Shu ko'rinishda yozsak bo'ladi. Endi men chizmani chizib o'tirmadim. Bu yerda 1 2 3 4 5 ta nuqta bor. Koordinat y koordinati o'qidi. Demak y ne zaman m1 y1 plusdan m2 y2 plusdan m3 y3 plusdan m4 y4 plusdan m5 y5 taqsim m1 plusdan m2 plusdan m3 plusdan m4 plusdan m5 ko'rinishini yozaman.
Xo'p, buni ham soddalashtiramiz. M1 deganimiz koordinatasi 1 degan nuqtani to'g'risida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta nuqta bor. Shunda M1'imiz 11 M bo'ladi. Buni massa ilk okdagi koordinatasi 1 edi. 1 plusdan. M2 deganimiz 2'nin doğrusundaki noktalardaki massalar yığıntısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 M köpaygen 2 plusdan. 3. nokta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 M köpaygen 3. Keyinki 4. nokta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plusdan 6 M köpaygen 4. Plus ve ahırkı koordinatası 5 bo'lgan noktada 1, 2, 3, 4, 5. 5 M köpaygen 5 desek bo'ladi. Demek massalar yığıntısını koşup çıkardan olsak 11 M 6 M'ni koşsak 17 M. 17 M 6 M'ni koşsak 23 M. 23 M 6 M'ni koşsak 29 M. 29 M 5 M'ni koşsak 34 M bo'ladi. Hop 11, 11'e 12, 23, 23'e 18, 41, 41'e 24, 65, 65'e 25 bo'ladi olmasa. Demek bu 90 M bo'ladi. Bölemiz 34 M. Tahminen 2,6 çıkar. Doğru cevabımız bu cevap. Keyinki meselemiz 28. mesele. Uzunluğu 60 cm, massası 1 kilo olan matematik mayatnik muvazanat vaziyetten 60 gradus burçak ağdırılığında qanday iş bajaradi? Matematik mayatnik el uzunluktaki ipe şarj asılgan muvazanat vaziyetten yani muvazanat noktasından 60 gradus ağdırılgan. Mana burçakimiz 60 gradus. Mana bu yer sathına nisbatan qandaydir h bandligiga ko'tarilgan. Shu holatda bajarilgan ishni topinglar turibdi. Bu holatda bajarilgan ishimiz a teng mj h bo'ladi. Bu yerda h ni yozib bilamiz biza l 1 minusdan kosinus alfa görünüşünde. H ni o'rniga shuni qo'yib beradigan bo'lsak a teng m j l 1 minusdan kosinus alfa bo'ladi. Demek m'nin kıymeti bu yerda 1 kilogram 1, j'nin kıymeti 10, uzunluk 0,6, 1 minusdan 1 taqsim 2. 6, 6'dan 1 taqsim 2'ye ko'paytiradigan bo'lsak 3 javob bo'ladi. Doğru cevabımız D cevap. Keyinki 29. meseleге o'tamiz. 29. mesele. Resimde tasvirlangan Q noktaviy zaryadni A noktada hosil qilgan induksiyasi maydon kuchlanganligi 90 volt taqsim metr bo'lsa, shu zaryadning B noktada hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligini topinglar turibdi. Demak, bizada nuqtalar berilgan. Mana shu yerda Q zaryad bor. Şu Q zaryaddan 1, 2, 3 katak yuqorida, 1, 2, 3 katak yuqorida mana shu yerda B nokta berilgan. Bundan 1, 2, 3, 4 birlik, 1, 2, 3, 4 birlik uzoqlikda A nokta berilgan. Endi mana bu aralıqımız 4 birlikte basak, mana bu aralıqni 3 birlikte balamiz. Meselenin şartı bo'yicha A noktada hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligi 90 ga teng. Demak, elektr maydon kuchlanganligi Y teng K Q taqsim R kvadrat o'zi aslında.
A nuqtadagi maydon kuchlanganlik 90 bo'lgani uchun 90 teng K Q taqsim R deganimiz bu yerda 4 teng. 4 ning kvadrati 16. B nuqtadagi maydon kuchlanganligi Y teng K Q taqsim 3 ning kvadrati. Nisbat olib boshlayman. 90 taqsim Y teng 9 taqsim 16. Bu bilan bu qisqarsa bu yerda 10 qoladi. Yoki y ning qiymati 160 bo'ladi ekan. Doğru cevabımız D cevap. 30-chi. Quyida berilgan rasmga qarab milliamper metrning ko'rsatishini va o'lchash xatoligini toping. Xo'p, bu yerda o'lchash xatoligi shkaladagi eng kichik oralikka teng. 20 dan 40 gacha bo'lgan oralikda 10 ta chiziqcha turibdi. Shunda 20 har bir oraligimiz 20 dan oshib turibdi. 30-chi masala. Har bir oraligimiz 20 dan oshib turgan bo'lsa, shunda bitta chiziqcha plus minus 2 ga farq qiladi. Bu yerda ko'rsatkich 36 bo'lib turibdi. 36 plus minus 2 bo'lib turibdi. Chizmasini demak masalani shartidan ko'rib olamiz. Xo'p, shunda 30-chi masalada to'g'ri javobimiz A javob. Keyingi 31-chi masala. Yig'uvchi linzadan cheksiz uzoq masofada joylashgan buyumning tasviri ushbu linzadan qanday masofada hosil bo'lishi mumkin? Linzaning fokus masofasi ifodalang. Yig'uvchi linzadan cheksiz uzoqlikda joylashgan buyumning tasviri bu fokus masofada hosil bo'ladi. Nuqtaviy holatda hosil bo'ladi. 31-chi masalada demak to'g'ri javobimiz C javob. Xo'p, keyingi masalamiz 32-chi masala. Lazer nuri suvdagi to'lqin uzunligi lambdaga teng. Agar lazer nuri suvdan shishaga o'tsa, uning to'lqin uzunligi qanday o'zgaradi deb turibdi. Endi bu yerda to'lqin uzunligi bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tgan vaqtda qanday o'zgaradi? Lambda teng lambda 0 taqsim n ko'rinishida o'zgaradi. Bu lambda 0 deganimiz vakuumdagi to'lqin uzunligi. Endi bizda shishadagi suvdagi to'lqin uzunlik berilgan. Suvdagi to'lqin uzunlik lambdaga teng. Demak, men bu yerda lambdani yozaman. Lambda teng. Xo'p. Lambda 0 taqsim n suv uchun yozaman. N suv uchun yozaman. Shunda suvdagi qiymat sindirish ko'rsatkichini suvdagi qiymat 4 taqsim 3 teng. Bu bo'ladi lambda 0 taqsim 4 taqsim 3. Bu ham 3 lambda 0 taqsim 4 oladi. Ya'ni suvdagi to'lqin uzunlik shu ko'rinishda. Endi shishadagi to'lqin uzunlik topadigan bo'lsak, lambda mana buni suvda qo'ysam, shisha uchun topadigan bo'lsak, lambda 0 taqsim n shisha bo'ladi. Lambda 0 o'zi yoziladi. Shisha uchun sindirish ko'rsatkichining qiymati 4 taqsim 3 teng. Yo'q, 3 taqsim 2 ga teng. 3 taqsim 2 ga teng. Shunda bu ham bo'ladi 2 lambda 0 taqsim 3. Xo'p, endi bu suvdagi to'lqin uzunlik, bu shishadagi to'lqin uzunlik. Biz ikkalasining farqini topishimiz kerak. Delta lambda endi modulda yozadigan bo'lsak, 3 lambda 0 taqsim 4 minusdan 2 lambda 0 taqsim 3. Demak, bu 3 dan
Buna 2'den mahraj versek. Yok, buna 4'ten mahraj veremiz. 9 lambda taqsim 12 minusdan 8 lambda taqsim 12 bo'ladi. Hech yerda yanglishmadikmi? 9 lambda taqsim 12. Yani endi lambda 0 taqsim 12 desek ham bo'ladi. Hop, masalani shartini o'qigan bo'lsak, lazer nuri suvdan shishaga o'tganda uni tok uzunligi qanday o'zgardi? Hop, delta lambdamiz bu yerda lambda 0 taqsim 12 bo'lib turibdi. Mana bu birinchi ifodadan lambda 0 ni topib oladigan bo'lsak, lambda 0 ni, chunki suvdagi to'lqin uzunligiga bog'lashim kerak. 4 lambda taqsim 3 ko'rinishidagi ifoda hosil bo'ladi. Lambda 0 ni o'rnina mana bu lambda o'zi 4 lambda taqsim 3 ni olib qo'yadigan bo'lsak, delta lambda 4 lambda taqsim 3 ko'paygan 1 taqsim 12 bo'ladi. Bu bilan bu qisqarsa lambda taqsim 9. 9 marta kamayadi ekan. Doğru cevabımız bu cevap. Hop, keyingi masalamiz 33'ten 35'e bo'lgan masalalar. 33'ten 35'e bo'lgan masalalar. Üçüncü mesele. 3 kilogram massali toshni 30 metr taqsim sekund tezlik bilan 30 gradus burchak ostida otildi. Tosh qancha vaqt harakatda bo'ladi? Demak, toshni uchish vaqtini topishimiz kerak 33-masalamizda. Uchish vaqti 2v0 sinus alfa taqsim j ifodadan foydalanib topiladi. 2 ko'paygan v0 ni qiymati bu yerda 30 adang. Sinus 30'da 1 taqsim 2. J'nin qiymati 10. 3 sekund bo'ladi uchish vaqti. 33-masalada doğru cevabımız A cevabı. 34-masala. Uning ikkinchi sekunddagi to'liq energiyasini toping deb turibdi. Ikkinchi sekunddagi to'liq energiyasini topadigan bo'lsak, to'liq energiya o'zgarmas saqlanadi, konstanta. Ya'ni to'liq energiya otilish nuqtasindagi kinetik energiya qiymatini danglasak ham bo'ladi. Ya'ni m v kvadrat taqsim 2. M v0 kvadrat taqsim 2 ni qilib aytsak, m ni qiymati 3 adang, v0 ni qiymati 30 adang, uni kvadrati 900 bo'ladi. Buni ham bo'lamiz 2 ga. 450 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsa, 450 ni ko'paytirsak 3 ga 0 15 1350 joule bo'ladi. Yoki 1,35 kilojoule bo'ladi. Doğru cevabımız D cevabı. 35-masala. Maksimal ko'tarilish balandlikdagi egrilik radiusini toping. Xo'p, gorizontal burchak ostida otilgan jismni harakat trayektoriyasi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Maksimal ko'tarilish balandlikdagi, demak, egrilik radiusini topishimiz kerak. Bu nuqtada normal tezlanishim, A normalim j ga teng bo'ladi. Va natijaviy tezligim v0 kosinus alfa ga teng bo'ladi. Bundan biza normal
tezlanish topib olishimiz mumkin. Ya'ni j teng v0 kosinus alfani kvadrati taqsim r ko'rinishida. Bu yerdan r ni topadigan bo'lsak, v0 kosinus alfani kvadrati taqsim j. Demak, v0 ni qiymati 30 dang. Kosinus 30 da ilzasi 3 taqsim 2 dang kvadrati bo'lingan 10. Tak, 30 ni kvadrati 900. 3 taqsim 4 bo'lingan 10. Bu bilan buni qisqartirsak 270 taqsim 4 ko'rinishidagi ifoda qiladi. Bu ham 67,5 metr bo'ladi. Doğru cevabımız F cevabı. 35. meselede. Endi yopiq testlar o'tamiz. Xo'p, ya'ni faqat javobi yozilishi kerak bo'lgan yopiq testlarni boshlaymiz. 36. mesele. Cisim yerdan 120 metr balandlikdan 10 metr taqsim sekund tezlik bilan tik tashlandi. Yerga urilish tezligini aniqlang deb turibdi. 120 metr balandlikdan tik tashlansa, demak bu tekis tezlanuvchan harakat qiladi. Shunda h teng v kvadrat minusdan v0 kvadrat taqsim 2j ifodadan biza v ni qiymatini topishimiz kerak, masalan a shartida. V ni topadigan bo'lsak 2jh plyusdan v0 kvadrat bo'ladi. Demak, v0 kvadrat deganimiz 10 ni kvadrati 100 dang plyusdan 2 ko'paygan 10 ko'paygan h'imiz 120. 2400 ga 100 ni qo'shadigan bo'lsak, ilzasida 2500 bo'ladi. Bundan ham ilzasa 50 metr taqsim sekund bo'ladi. 36. masalani javob shartida shunday. Bu shartida tushish vaqtini toping deb turibdi. 120 metr balandlikdan 10 metr tezlik bilan tik tashlandi. Demak, h teng v0 t plyusdan j t kvadrat taqsim 2. H ni qiymati 120. V0'imiz 10 t plyusdan 5 t kvadrat. 5'e bölü versem t kvadrat plyusdan 2 t teng 24 bo'ladi. T kvadrat plyusdan 2t minusdan 24 teng 0 desek, t plus 6 t minus 4 teng 0 bo'ladi. Bundan t'imiz 4 sekundda dengligi kelib chiqadi. Demak, uchish vaqti 4 sekund ekan. Xo'p, keyingi 37-masala. Suv qaynatgich elektr asbob spiralini qarshiligi 100 gradusda 22 ohm. Agar suvni solishtirma bug'lanish issiqligi 2200 kilojoul taqsim kilogramm bo'lsa, 100 gradus haroratdagi 360 gram suvni 6 minutda bug'a aylantirish uchun spiral orqali qancha tok o'tkazish kerak deb turibdi. Endi 37-masalani A shartini hisoblayman. Spiral orqali tok o'tganda undan javob chiqadigan issiqlik miqdori Q teng I kvadrat RT ifoda yordamida topiladi. Bu yerda 360 gram suvni 6 minutda to'liq bug'a aylantirishimiz kerak. Ya'ni 100 gradus temperaturada turibdi. Demak, bunga biza bug'latish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdorimiz bu L M ifoda yordamida topiladi. Mana ikkalasini anglab beramiz. I kvadrat RT teng L ko'paygan M. Bu yerdan I ni qiymatini topsak, L M taqsim RT bo'ladi. Endi L deganimiz bu bug'lanish issiqligi. Buni qiymati 220 kilojoul taqsim kilogramm. 22 ko'paygan 10 üstü 5 desam bo'ladi. Massa. Suvning massasi 360 gram. 360 ko'paygan 10 üstü minus 3. Xo'p, R ni qiymati, ya'ni qarshilikning qiymati 22 ohm. 22.
Vaqtimiz 6 minut. 6 minut deganimiz demak 360 sekund bo'ladi. Teng 360 bilan bu qisqaradi. 22 bilan bu qisqaradi. 10 üstü 5 ni 10 üstü minus 3'e ko'paytirsak 10 üstü 2 qoladi. Bundan ham 10 chiqadi. Ya'ni 10 amper tok o'tirsak biz suvni to'liq bug'aylantirib bilamiz ekan. Hop, 37-masalani B sharti. Shu vaqt davomida elektr toki qancha ish bajaradi? Shu vaqt davomida elektr tokini bajargan ishi Q teng I kvadrat RT ifodadan topiladi. Bu yerda I ni qiymati 10 dan, ya'ni 100 ko'paygan. R deganimiz bu yerda 22 10, 22 ko'paygan. Timiz 6 minut. 6 minut deganimiz 3600 sekund bo'ladi. Demak 22 ni 36 ga ko'paytiramiz. 22 ni 36 ga ko'paytirsak 792. 792 ko'paygan 10 üstü 4 joule issiqlik ajraladi yoki shuncha ish bajaradi. 37-masalani B shartida. Xo'p, keyingisi 38-masala. Yer yuzasidagi jismning og'irligi 2 newton. Ya'ni mg ni qiymati 2 newton bo'lib turibdi. Endi 3 balandlikda yerga qanday kuch bilan tortiladi? Ya'ni 3 balandlikka ko'tarilganda biz erkin kuch tezlanishining qiymatini hisoblashimiz kerak. JH A shartda qo'yaman. JH ne zaman? JM taqsim R plyusdan H ni kvadrat. H ni o'rnina 3 ni qo'ysak, JM taqsim R plyusdan 3R ni kvadrati. Bu ham bo'ladi. R 3R ni qo'shsak 4R, uni ham kvadrati. JM taqsim 16R kvadrat. Bu yer sirtindagi erkin kuch tezlanishidan J taqsim 16, ya'ni 16 marta kichiklashadi. Endi H balandlikdagi og'irlik topadigan bo'lsak, M JH bo'ladi. JH ni o'rnina J taqsim 16 ni qo'ysak, M J taqsim 16 bo'ladi. MJ ni qiymati 2 newton edi. Demak 2 taqsim 16 bo'ladigan bo'lsa, 1 taqsim 8 newton kuch bilan tortiladi ekan. 3 balandlikda. Xo'p, B shartida qanday balandlikda massa yerdagidan 4 marta kam bo'ladi deb turibdi. Jismning massasi demak o'zgarmaydi. Bunimiz konstanta bo'ladi. 38-masalani B shartida shuning ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, keyingi masalalarga o'tamiz. Xo'p, keyingi masalamiz 39-masala. Proton induksiyasi B bo'lgan magnit maydonida alfa burchak ostida V tezlik bilan uchib kirgan bo'lsa, Lorentz kuchi tomonidan yarim aylanada bajarilgan ish qanday ifodalanadi? 39-masalani A sharti. Lorentz kuchi bu zaryadlangan zarraga, demak magnit maydonda ta'sir qiladigan kuch. Lorentz kuchi bu ish bajarmaydi. Ya'ni bajargan ishi noldan bo'ladi. Bu A shartida, B shartida 2 marta to'liq aylanganda maydon bo'ylab qanchaga siljidi deb turibdi. Biz endi vint qadamini uzunligini hisoblash formulasi bor. Bu yerda vint qadamini uzunligini hisoblash formulasi aslında 1 marta to'liq tebranganda maydon bo'yicha qanday masofaga siljiganini aniqlaydigan formula hisoblanadi. Bu formulani yozadigan bo'lsam, L teng 2pi kosinus alfa m taqsim qb ifodadan topiladi. Bu bitta davrda. Endi ikkita davr bo'lgani uchun buni 2 ga ko'paytiramiz. Natijada 4pi m kosinus alfa taqsim qb ifoda hosil bo'ladi. Bu 39-masalani bo'sh sharti.
Xo'p, 40-masala. Tilla qatlam ustiga tushirilayotgan nurni chastotasi 10⁹ MHz bo'lganida anodga tomon harakatlantiruvchi elektronlarni tormozlovchi kuchlanish 2 volt bo'lgan. Tilla uchun chiqish ishini hisoblang. Fotoeffektning qizil chegarasini toping deb turibdi. 40-masalani hisoblaymiz. Ya'ni A shartini bajaramiz. Fotoeffekt uchun Einstein tenglamasini yozadigan bo'lsak, h nu teng A chiqish plyusdan y ko'paygan u ko'rinishida yozsak bo'ladi. Einstein tenglamasini. Endi shu yerdan biza chiqish ishini hisoblashimiz kerak. A chiqish ishini topadigan bo'lsak, h nu dan olamiz y ko'paygan uni. Bu yerda h ning qiymati 6,6 10⁻34. Chastotani qiymati 10⁹ MHz. Bu ham bo'ladi 10⁻15. Minusdan 1,6 ko'paygan 10⁻19 ko'paygan kuchlanishning qiymati 2 bo'ldi. Demak, buni ham 10⁻19 ni qavsdan tashqari chiqarsak 6,6 minusdan 3,2 qoladi. Bu ham 3,4 ko'paygan 10⁻19 joule bo'ladi. Xo'p, buni elektron voltga o'tadigan bo'lsak 1,6 10⁻9 ga bo'lamiz. 1,6 10⁻19 ga bo'lsak 3,4 ni 1,6 ga bo'lamiz. Taxminan 2 chiqib qoladi. 3,4 ni bo'lsak 1,6 ga. 2,125 elektron volt. Bu shartini aytib turibdi. Biza topishimiz kerak fotoeffektning qizil chegarasini. Bu shart bo'yicha A chiqish ishi h taqsim lambda qizil chegara. Bu yerdan lambda qizil chegarani topadigan bo'lsak, h taqsim A chiqish bo'ladi. H ning qiymati 6,6 ko'paygan 10⁻34. S ning qiymati 3 ko'paygan 10⁸. A chiqish ishi demak bu yerda 3,4 ko'paygan 10⁻19. 17 10⁻7 bo'ladi. 6,6 ni 3 ga ko'paytirib, 6,6 ni 3 ga ko'paytirib bo'lamiz 3,4 5,8 chiqadi. 5,8 10⁻7 metr yoki 580 nanometr chiqadi. 40-masalada bu shartda. Xo'p, keyingi masalamiz Xo'p, demak 41-masaladan boshlaymiz. 41-masala. Kuzatish boshlagandan 0,5 sekund o'tib, matematik magnitlikning kinetik energiyasi 3 millijouldan 1 millijoulga kamaydi. Potensial energiyasi esa 1 millijouldan 3 millijoulga ortdi. Tebranish davrini toping. Kuzatish boshlangandan 6 sekund vaqt o'tgach, potensial energiyasini toping deb turibdi masala shartida. Demak, mana shu birinchi nuqtadan biz kuzatish boshlaganmiz. Bu birinchi nuqtada kinetik energiya 3 millijoul bo'lgan. Potensial energiya esa 1 millijoul bo'lgan. Ikkinchi nuqtaga o'tganda kinetik energiyasi 1 millijoul. Kinetik energiyasi 1 millijoul. Potensial energiyasi esa 3 millijoul bo'lgan. To'liq energiya saqlanish qonuniga ko'ra Y to'liq Y potensial plyusdan Y kinetik ko'rinishida yoziladi.
Bundan xulosa qilishimiz mumkin. 3'e 1'ni qo'shsak, demak 4 millijoul bo'ladi. Bu bizning to'liq energiyamiz. To'liq energiya shundan. Endi kinetik energiya tezlik bo'yicha yozadigan bo'lsak, bu kosinus tenglamasi bo'yicha o'zgaradi. Y kinetik energiyamiz M V maksimal kvadrat taqsim 2 ko'paygan kosinus kvadrat omega t qonun bo'yicha o'zgaradi. Mana bu M V maksimal kvadrat taqsim 2 deganimiz bu to'liq energiyadan. Shunda men kinetik energiyani yozib bilaman. Y kinetik energiyani yozib bilaman. Y to'liq ko'paygan kosinus kvadrat omega t deb. Endi bu yerda dastlabki muvozanat vaziyatdan birinchi nuqtaga borincha t1 vaqt yetgan bo'lsin. Muvozanat vaziyatdan ikkinchi nuqtaga borincha t2 vaqt yetgan. Biz kuzatishni birinchi nuqtadan boshladik. Ya'ni 1 bilan 2 ning orasini 0,5 sekundda bosib o'tgan. 0,5 sekundda bosib o'tgan. Shunda bu delta t'ni 0,5 sekundda bo'ladigan bo'lsa, t2 minusdan t1imiz bu delta t'gadan, ya'ni 0,5 dan. Xo'p, endi birinchi nuqtadagi kinetik energiyamiz 3 millijoul. 3 teng to'liq energiyamiz 4 kosinus kvadrat omega t1 deyman. 4 ni bana bo'lib ildizdan olib beradigan bo'lsak, ildiz asti 3 taqsim 2 teng kosinus omega t1 bo'ladi. Kosinus demak 30 gradusda. Ildiz asti 3 taqsim 2 ga teng. Shunda pi taqsim 6 teng 2 pi taqsim d1 ko'paygan t1 desak, mana bu pilar qisqaradi. T1imiz t taqsim 12 chiqadi. Bu muvozanat vaziyatdan birinchi nuqtaga borincha ketgan vaqt. Endi xuddi shuni mana bu muvozanat vaziyatdan ikkinchi nuqtaga borincha yetgan vaqt uchun ko'ramiz. Ya'ni endi mana bu ikkinchi nuqtada kinetik energiyamiz 1 millijoul, Y to'liq ko'paygan kosinus kvadrat omega t. Y to'liqni o'rniga 4 ni qo'ysak, 1 teng 4 kosinus kvadrat omega t bo'ladi. Bu yerda 4 ni bu tarafa bo'lib ildiz olib bersak, 1 taqsim 2 teng kosinus omega t2 desam bo'ladi endi. Mana bu t2, mana t2. Kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 ga, ya'ni pi taqsim 3 teng 2 pi taqsim d1 ko'paygan t2. Pilar qisqarsa t2 t taqsim 6 bo'ladi. Mana t2 vaqtimizni ham topdik. Ya'ni muvozanat vaziyatdan ikkinchi nuqtaga borincha ketgan vaqtni topdik. Endi mana bu ifodaga kelib turib, davrni o'zini hisoblaymiz. T taqsim 6 minusdan t taqsim 12 teng 0,5. Buna 2 dan mahraj bersak, t taqsim 6 teng 0, t taqsim 12. Mana bu 12. 0,5 bo'ladi. Bu yerdan davrimiz 6 sekundlikka kelib chiqadi. Bu masalani A sharti. Demak, A shartda shunday bo'ladi. Endi B shartini aytib turibdi. Kuzatish boshlangandan t taqsim 6 sekund vaqt o'tgach potensial energiyani toping deb turibdi.
Xo'p, potensial energiya bu sinus qonuni bo'yicha o'zgaradi. Potensial energiya o'zgarishini yozadigan bo'lsam, potensial E to'liq ko'paygan kosinus kvadrat omega t bo'ladi. Endi to'liq energiya ham 4 tadan. Faqat men mana shu omega t ni hisoblasam bo'ldi. Omega t ni nechap hisoblaymiz? Biz birinchi nuqtadan kuzatish boshladik. Mana shu birinchi nuqtadan kuzatish boshladik. Kuzatish boshlaganimizda t taqsim 6 sekund vaqt o'tgach. Misol taxminan shu nuqtalarga ham bo'lsa, mana bu yerimiz t taqsim 6 bo'lishi kerak. Endi buni hisoblashimiz sal murakkabroq bo'ladi. Shuning uchun men buni muvozanat vaziyatdan boshlab t bir vaqt o'tincha, ya'ni muvozanat vaziyatdan t bir vaqt o'tincha biz birinchi, ya'ni kuzatishni boshlagan nuqtamizga boramiz. Plus unga t taqsim 6 vaqt ham qo'shiladi. Shunda men mana bu t o'rnini t taqsim 6 plusdan t1 ni qo'shaman. T1imiz t taqsim 12 edi. T taqsim 12. Shunda bunga 2 dan mahraj bersak, 3t taqsim 12 yoki bo'lmasa t taqsim 4 bo'ladi. Ana davrni, ya'ni vaqtni topib oldik. Endi buni mana shu joyga yozaman. Bu shartda turib. Demak, Y potensial teng 4 ko'paygan kosinus 2pi taqsim davr ko'paygan t taqsim 4 bo'ladi. Bu bilan bu qisqaradi. Demak, kosinus pi taqsim 2 da kosinus pi taqsim 2 dan noldan bo'ladimi? Xo'p, mana shu yerda ozgina xatolik o'tib ketdi. Bu xatolikni to'g'rilab beramiz. Kosinus emas, sinusda o'zgaradi. Mana bu yerni o'chirib, mana bu joyni ham mana bu yer sinusda. Sinus kvadrat omega t. Shunda bu shartni yozadigan bo'lsak, Y potensial 4 ko'paygan sinusdan 2pi taqsim davr ko'paygan t taqsim 4. Bu yerda sinusning kvadrati ham bor. Shunda tlar qisqaradi. Sinus pi taqsim 2 da 1 dan. Shunda potensial energiyamiz 4 millijoul bo'ladi. Mana shu joyda sinus bilan kosinusni almashtirib beribman. Demak, bu masalamiz ham ishlandi. Keyingi masalamiz 42-masala. Induktivligi 2 genli, sig'imi 8 pikofarad bo'lgan g'altak va kondensatordan iborat tebranish konturining chastotasini toping va to'lqin uzunligini toping deb turibdi. Demak, chastotani hisoblaydigan bo'lsak, A shartda Newton 1 taqsim 2pi ildiz-astinda L ifodadan foydalanamiz. 1 taqsim 2pi, demak, sig'im bu yerda 8 pikofarad, 8 ko'paygan 10 üstü minusdan 12, induktivlik esa 2 ga teng. Shunda 16 dan 4 chiqadi, 1 taqsim 16 dan 4 chiqsa, mana bu 8 pi bo'ladi. 8 pi ko'paygan 1 taqsim 10 ni minus 6-si. Yuqoriga chiqadigan bo'lsa, 10 ni 6-si taqsim 8 pi gerts bo'ladi. Bu A sharti. Endi bu shartda to'lqin uzunligini toping deb turibdi. To'lqin uzunligini topadigan bo'lsak,
teng lambda nu ifoda bor. Elektromagnet to'lqin tarqalish tezligini topish formulasi. Bu yerdan biza lambdani topadigan bo'lsak, s ni nu ga bo'lamiz, ya'ni chastotaga bo'lamiz. S ni qiymati 3 10 üstü 8, chastotaning qiymati 10 üstü 6 taqsim 8 pi. Bu ham bo'ladi. Mana bu 10 üstü 6 bilan 10 üstü 8 qisqartirsak 10 üstü 2 qoladi. 24 pi ko'paygan 10 üstü 2 yoki 2400 pi metr bo'ladi. Mana 42-chi masalamiz ham ishlandi. Keyingi masalamiz 43-masala. Massasi, tinchlikdagi massasi 10 üstü minus 8 kilo zarrani tezligi 0,6 s-ga teng. Zarraning kinetik energiyasini klassik usulda va relativistik usulda topinglar turibdi. Xo'p, A shartda. Klassik usulda topadigan bo'lsa, shu üzerimiz biladigan oddiy kinetik energiyani hisoblash formulasi, ya'ni mv kvadrat taqsim 2 ifodadan foydalanamiz. Bu yerda m ning qiymati 10 üstü minus 8, 10 üstü minus 8, v ning qiymati esa 0,6 s-ga teng. 0,6 s bo'ladigan bo'lsa, 0,6 ko'paygan 3 ko'paygan 10 üstü 8 ni kvadrati taqsim 2 bo'ladi. Demak, 10 üstü minus 8 ko'paygan 0,36 ko'paygan 9 ko'paygan 10 üstü 16 taqsim 2. Bu bilan buni qisqartirsam, demak 10 üstü 8 qoladi. Bundan ham 2 xona mana bu 0,36 qilib beradigan bo'lsak, 36 ko'paygan 10 üstü. Xo'p, 8 bo'ladigan bo'lsa, 6 ko'paygan 9 taqsim 2 bo'ladi. Bu bilan buni qisqartirsak, bu yerda 18 qoladi. 18 ni 9 ga ko'paytirsak 162 10 üstü 6 joule yoki 162 megajoule desak ham bo'ladi. Bu A shart. Endi bu shart bo'yicha energiyani relativistik usulda hisoblashimiz kerak. Demak, relativistik usulda hisoblaydigan bo'lsak, E kinetik energiya teng bo'ladi m0 s kvadrat m0 taqsim 1 minusdan v kvadrat taqsim s kvadrat minus 1 ifodaga. Xo'p, demak, v ning o'rniga 0,6 sini qo'yadigan bo'lsak, v ning o'rniga 0,6 sini qo'yadigan bo'lsak, mana bu 1 ni o'zi, m emas, 1 ni o'zi. Mana bu 1. m0 s kvadrat. Demak, buni o'rniga 0,6 sini qo'yadigan bo'lsak, 0,36, birdan 0,36 ni oladigan bo'lsak, 0,8 bo'ladi. Demak, 1 taqsim 0,8 minusdan 1. Buni ham soddalashtirsak, m0 s kvadrat ko'paygan 5 taqsim 4 minusdan 1 bo'ladi. Bu ham demak 0,25 m0 s kvadrat bo'ladi. Ana o'rniga qo'yamiz. m0 ning qiymati demak 10 üstü minus 8 ga teng. 1 taqsim 4 ko'paygan 10 üstü minus 8 ko'paygan 9 ko'paygan 10 üstü 16. 9 bilan 4 ni qisqartiradigan bo'lsak, 2,25 10 üstü 8 joule energiya bo'ladi. Bu relativistik usulda hisoblangan energiya. Demak, keyingi 44-masala. Sharlar nomarkaziy elastik to'qnashdi va birinchi shar to'qnashuvdan so'ng 12 metr taqsim sekund tezlik bilan harakat qildi. Ikkinchi sharning to'qnashuvidan keyingi tezlikni toping.
to'qnashuvda ajralgan energiyani toping deb turibdi. Demak, A shart bo'yicha hisoblaymiz. Impuls saqlanish qonuniga ko'ra to'qnashuvdan oldingi impuls to'qnashuvdan keyingi impulsga teng bo'lishi kerak. Bu yerda massalari birini massasi m, birini massasi 2m bo'lgan ikkita sharcha qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib keladir. Demak, to'qnashuvdan oldingi impulsni yozadigan bo'lsam, m ko'paygan 2v minusdan 2m ko'paygan v ko'rinishini yozaman. Bu to'qnashuvdan oldingi demak impuls. Endi to'qnashuvdan keyingi impulsni yozadigan bo'lsak, ikkinchi sharcha birinchi sharcha to'qnashuvdan so'ng dedi 12 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlandi. Demak, m massali sharcha 12 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlangan. Bu yerda to'qnashuvdan keyin ham sharchalar qarama-qarshi yo'nalishda harakatni davom qildiradi, chunki nomarkaziy elastik to'qnashuv bo'lib turibdi. Demak, keyin ikkinchi sharcha 2m massali to'qnashuvdan keyin bu u tezlik bilan harakat qiladi. Mana bu yer bilan bu yer 0 bo'lib ketadi. Demak, mana bu tenglamamiz 12m minus 2m ko'paygan u'miz 0 bo'ladi. Bu yerdan u'ni qiymati 6 metr taqsim sekundga tengligiga kelib chiqadi. Bu masalamizning A sharti. B shartida to'qnashuvda ajralgan energiyani toping. Elastik to'qnashuvda bu yerda energiya ajralmaydi. Ya'ni ajralgan energiyamiz 0 bo'ladi. Mana 44-masalamizda ham ikki shartini hisobladik. Keyingi masalamiz 45-masala. Yopiq idishda ideal gaz birinchi holatdan ikkinchi holatga rasmda ko'rsatilgandek o'tgan. Bu o'tishda jismning hajmi qanday o'zgaradi? Bu o'tishda uning ichki energiyasi qanday o'zgaradi? Demak, bosimni temperaturaga bog'liqlik grafiki berilgan. Bosimni temperaturaga bog'liqlik grafiki berilgan. Va mana shunday holatda o'tish berilgan bizlar. Birinchi holatdan ikkinchi holat o'tilgan. Endi PV teng nu r t ifodadan hajmni yozadigan bo'lsak, nu r t taqsim p bo'ladi. Endi mana bu nu rimiz bu temperatura bog'liq bo'lmagani uchun buni hajm proporsional bo'lib turibdi temperatura va bosimi. Grafikdan qaraydigan bo'lsak, birinchi holatdan ikkinchi holat o'tgan vaqti, 1 dan 2 o'tgan vaqt temperaturani qiymati kamayib, bosimni qiymati oshib turibdi. Ya'ni T kamayadi, T kamayib turibdi va bosimni qiymati oshib turibdi. Surat kichiklashib, maxraj kattalashib turibdi. Shunda mana bu nisbatda maxraj kattalashsa, hajm, ya'ni v ni kasrning qiymati bu yerda kichrayadi. Hajm kichrayadi. Bu A sharti. Masalan, endi keyingi B shartini o'tadigan bo'lsak, bu o'tishda uning ichki energiyasi qanday o'zgaradi? İchki energiya o'zgarishi 3/2 nu r delta t. Ya'ni temperatura bog'liq ravishda o'zgarib turibdi. Bu yerda jarayonda 1 dan 2 ga o'tgan vaqtda temperaturaning qiymati kamaygani uchun ichki energiyamiz ham kamayadi. Bu shart. Ana shuning bilan ikkinchi mock testimizni ham yechimini qilib bo'ldik. Videoni ko'rib chiqasizlar. Xato va kamchiliklar hisob-kitobda yoki formulada yanglishmovchilik bo'lgan bo'lsa, izohlarda fikrlaringizni kutib qolamiz. Chunki bizlarning ham xato qilish haqqimiz bor. Keyingi testlarimiz Xudo xohlasa Telegram kanalimizda yana davom qilib boradi.